Xo'p, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Kamina har doimgidek Usta Muhammad Yusuf jamoamiz bilan birgalikda navbatdagi tunikafon xizmatimizda Andijon viloyati Shahrixonda xudo xolasa mana shunaqa oppoq high-tech dizaynda xudo xolasa yakuniga yetkazib bermoqdamiz. Videoni ko'rishdan oldin bir donagina like tugmachasini bosib, uyga tunikafon qilmoqchi bo'lgan yaqinlaringizga videolarimizni jo'natib qo'yinglar. Xudo xolasa xonadonimiz to'liq holatda tunikafon xizmatlari yakuniga yetkazib berilmoqda. Polni mana bir boshdan boshlaydigan bo'lsak, mana bu shapkamiz nari tomondan boshlab mana shunaqa aylanib kelish basheta to'xtaydi. Bu tomonimiz esa P holatda. Bu yoqqa ham ketgan tepa tomon, bu yerdan burilib ko'chagacha ketgan. Xo'p. Endi darvozaxonamizga keladigan bo'lsak, mana darvozaxonamizni ham oppoq high-tech dizaynda go'zal holatda mana bunaqa chiroyli qilib tunikafonlarni qilib berganmiz. Xo'p, endi ko'chaga keladigan bo'lsak, ko'cha tomonimiz ham xudo xolasa mana yaqinda bu qo'shni uyni tugatib ketgandik. Endi bu xonadonimizni xudo xolasa yakuniga yetkazib bermoqdamiz akalar. Ko'ringlar, ma'qul kelsa bir donagina like bosib, yaqinlarga jo'natib qo'yasizlar xudo xolasa. Xo'p, faqat oppoq rang foydalanganmiz xonadonimizga, faqat tarnovlarimizga hamda mana bu turbalarimizga mokri rangdan foydalanganmiz akalar. Xo'p. Qanaqa qalinlikdagi material desa, bu yerdagi ishlatgan materialimiz 04 qalinlikdagi Toshkent metallurgiya zavodini tunikasidan foydalanganmiz. Xudo xolasa qalin holatdagi tunikalarimizdan. Mana ko'ryapsizlar, ishlarimiz chiroyli holatda yakuniga yetkazib berilmoqda. Hozir mana bu tomonga tarnovlar qo'yib qo'yilsa, ishimiz xudo xolasa to'liq holatda yakuniga yetadi. Mana ko'ryapsizlar, bu tomonlarimiz ham juda ham chiroyli qilib qilingan. Endi mana bu joyda ozgina koridorimiz bor. Bu koridorimizga ham bitta e'tibor berib qo'yasizlar, xudo xolasa. Kichkina bo'lishiga qaramasdan klassik holatda qilib berilgan akalar. Mana ko'ryapsizlar. Juda ham chiroyli dizayn, chiroyli proyekt bilan bo'lgan uy ekan. Uyda havas qilganlar bir dondan like bosinglar. Bizga ham inshaalloh mana shunaqa uylar nasib qilsin deganlar. Bu tomonimizga keladigan bo'lsak, mana bu tomonlarimiz ham polni mana shu boshidan boshlanyapti. Turbalari yergacha tushirib berilgan. Bu yoqdan aylanib ketyapti mana. Bu yerda ham mana ozgina koridorchamiz xudo xolasa. Bu yerdan kichkina joy, lekin juda ham chiroyli holatda skromniy qilib berilgan.